Har bir viloyatning o'zini mashhur mahsuloti bor. Bunga Samarqandning Do'mboqina nonlari, Jizzaxning Kattagina somsalari yoki Vodiyning patirlari yaqqol misol bo'la oladi. Bugun biz shu patirlar haqida to'liq ma'lumot olishga Vodiyga, Oltinoy patirga keldik. Ish jarayonlari qizg'in. Non xamiriga un, suv, tuz, droja va sariyog'dan tashqari hech qanaqa sirli mahsulot qo'shilmas ekan. Menimcha bu nonning mazaliligining sababi Navoiy akamizning mahoratlarida va unga beriladigan mehrda. Xamir shu holatga kelgandan keyin Quligul opalarimiz nonga shakl va shamoil berishar ekan. Undan keyin bo'lsa otashin tandir bu nonlarni o'z bag'riga qabul qilib oladi. Saldatdek terilgan patirlar 10-15 daqiqada shunaqa qip-qizil bo'lib, meni yedib tayyor bo'lar ekan. Vau, bulardan chiqayotgan hidni ta'riflab bera olmayman. Oltinoy patirda patirlarni 10 xildan ortig'ini topishingiz mumkin. Albatta bu patirlarni degustatsiya qilib ko'rmasak bo'lmasdi. O'tirishga joylar ham bor ekan. Meni qoyil qoldirgan narsa kofe, choy mutlaqo bepul ekan. Patirlarning mazasiga gap bo'lishi mumkin emas, e'tirofga loyiq. Yegan sari yegiz keladi-ya, bay. Oltinoy patirda hattoki shunaqa davlat tomonidan berilgan sertifikatlar ham bor ekan. Patirdan tashqari har xil mayda-chuydalar va qurtlarni ham turidan bor ekan. Eng asosiysi o'zlari ishlab chiqarishar ekan. Do'stlar, Oltinoy patiri manziliga keladigan bo'lsak, Namangan G'urumsaroy patir bozorida joylashgan. Vodiy tarafga yo'linglar tushsa, обязательно to'xtab o'tib ketinglar. Eng asosiysi bularda dastavka xizmatligi ham bor ekan. Toshkentdan turib bitta telefon qilasizlar, joyingizgacha yetkazib berishadi.